shu chaqqongina bir ozodagina qiz kerak. Undan tashqarichi qizimiz oliy ma'lumotli ham bo'lishi kerak. Peach, shaftoli. Peach, shaftoli. Keyin kelinimiz pazanda bo'lsa. Lekin sog'lom ham bo'lish kerak-a? Yanachi bolaga qarashni ham bilish kerak. Xotira meli, bu Honor X9C. Qaranglar, hech nima qilmaydi. Honor X9C zarbalarga zo'r chidab beradigan, suv o'tkazmaydigan va qirilishlardan himoya qilingan telefon. 360 gradusli himoyasi bor, zamonaviy ko'rinishga ega va vujudga kelishi mumkin bo'lgan har qanday vaziyatga bardosh bera oladi. Qoyili, qizinglar shuncha narsani bilar ekan-a? Ha, bizga shuncha talabiylar bor ekan. O'g'linglar nima ish qiladi o'zi? O'g'limiz hozircha ishsiz, bekorchi. Bekorchi o'g'li bilan vaqtimizni oladi, dabbollaring. Qo'ychi to'ygan. Qani uyalmasin. Voy, ber bana. Bo'ldi, ketaman. Xotin, senga gul oldim. iPhone hech qanaqa sababsiz. Prosta seni yaxshi ko'rganim uchun. Nimaga odam qo'yniqo bo'lgandan keyin bunaqa yaxshi bo'lib qolar-ekan bular? Uyda issiqqina choy ichamiz, ha? Endi to'chni ketaman. Qachongacha bu kaltaklik chidashim kerak? Onasi, yur, o'z qo'llarim bilan ovqat qildim. Birga o'tirib oilaviy yeymiz. Baribir ketaman. Mayli, bugun kech bo'lib qoldi-yu, ertaga ertalab aniq ketaman. Ketishim kerak. Yaxshi dam olding onajonisi. Qo'laman. Tur ursin eringni. Kerak emas senga bunaqa er. Betayin. Hali bitta uy ham olmagan, kvartirada yashaysanlar. Qani tush oldimga ketamiz. Assalomu alaykum onajon. Qayerlarda sang'ib yuribsiz, kuyov? Iskandar Billingizdan uy oldim. Hamma sharoitlar bor ekan, lokatsiyasi ham zo'r ekan. Qizingizni olib ketyapsizmi? Yop ketar ekanman, voy, uborka qilayotgan ekan. Qarashga keldim, hozir kirib keldim. Oy, nimaga mana shu shivaqliroq qilishmaydi? Qo'yver, adayam ham shunaqa edilar. O'zi erkalagancha ketaman desa yaxshi bo'lib qolishadi. Satu uyobsizlar. Qani, yaxshi gapir. Voy, kuyovjoni. Ketsa ketar. Ketaman der, ketsa ketar. Ketsa ketar. Umid aka, mana shu qizingiz buvisinikga rosa borgisi ketdi-da. Qizim, bu uyniga borgin kelyaptimi? Balki sizni oyijoningiznikiga borgisi kelyotgandir. Yo'q. Umid aka, qarang, qizingiz siz bilan vizuvisda gaplashmoqchi ekan. Balki siz meni qizlar bilan yuryapmanmi, yo'qmi, shuni bilish uchun qilgandirsiz, ha? Yo'q, voy, sizga ishonaman. Ana orqa tomonlarni ham ko'rsatib yuboring, qizimiz ko'rgisi kelayotgan ekanda. Qizim, tur bor, alingdan pul so'ra. Ada pul bering. Nech pul qizim? 5 million. Toshni o'ziga kerakmi? A-a. Zebo! Sotiq dalasini qizim. Umid aka, qizimizni marmelad yegisi kelyapti. Zebo, qizimiz tug'ilgandan buyon marmelad yemaydi. Shuni o'zim yegim kelyapti. Siz olib bermaymanmi, onasi? Xo'p, o'zim yegim kelyapti. Olib bermayman. Yaxshi sizlarmi? Qarang, qizingiz sizni ko'raman, qoli yonimga qo'ymadi. Shunaqami qizim, sog'indim. A-a. Bormi qo'liga? Men shoppingga ko'z quloq bo'lib turib, bolam yoqmaydi demang. Yaxshi ishlaylar. Bir rashk qilasanmi? Assalomu alaykum dunyodagi eng zo'r oyijon. Ha, kuyov, xotincha olib ketgani keldingizmi? Sizga beradigan qizim yo'q. Ya, siz men oxirigacha eshitding? Agar o'sha uyizdan olib chiqib ketmaganimda, bu tupoy hali ham o'sha yerda yashayotgan bo'lardi. Ya, siz meni ichki kechilmalarimni eshitding? Qo'ydim yumshatish uchun kulam olib ketdi. Yo'qot spirgini, endi nima qilsangiz ham, qizim u xonadonga oyog'ini ham bosmaydi. Yalinma. Yo, sizlar ozgina meni tushunmayapsizlar. Nimani tushunmayapman, ha? Nimani tushunmayapman? Eshitding, xullas qizingizni bizning uyimizdan olib ketganingiz uchun sizga rahmat aytgani keldim. Minnatdorchilik uchun mana shu gulni qabul qilasiz. Baraka toping. Siz bizani balo qazolardan qutqardingiz. Uyimizga fayz kirdi. Sog' bo'linglar. Если чё, бах. 35 dan o'tib qarib o'ylansang nimalar bo'ladi? Kuyov jo'ralaring ham xunuk qorin qo'ygan bo'ladi. Yo'q, mana yoshrog'i ham bor ekan. Yo'q, men adam o'rnlaridan keldim. To'yga taklifnoma. Menga qiziqib o'ylangiz kelib qoldi. Yo'q, qizimni yerga beryapman. Qaynotang ham jabigan emas. Endi-ku, qizimni aytishi bo'yicha uyga kechga o'tgan ekansiz. Yig'ishtiring bunaqa ishlaringizni. O'rtoq, kecha o'zing bilan birga o'tirdik-ku, qo'ysang-chi. Ichimizda qaynota deganman. Qanaqa bitaman sani? Menga bitta Sezar salat. Aha, adizini yedilar. Men buni alas emasman. Tushunarli, amakizini yedilar. Kelishingizda shikoyat olib keling. Xotin, shikoyat olib keldim senga.
Kiloli? Kiloli arzon tushadi. Dunyo qarashinglar, didinglar yer bilan osmon bo'lib yotibdi. Karvon ko'rdim tuyalari o'zlab kelar. Konsertga boramizmi? Jon qizim, meni konsertda shovqinda mazam bo'lmaydi. Yurundan ko'ra sanatoriyaga boramiz. Grijali yo'qoladiga mana ketadi. Ajrasaman, nima qilib kirgan bo'lsam. Zato o'rtoqlaringni boshi problemadan chiqmayotgan paytda sen xotining bilan endi shirin hayotni boshlayotgan bo'lasan. Aboylar pishti qilaylik. Bu uyda kim er? Kim aytgani bo'ladi? Men aytganim bo'ladi. Aralashmishlarimga. Qanaqa rang qilayotgan bo'ldik? Pushtirang qilamiz. Balki bu kostyumni kiyarsiz. O'chir ovozingni. Menga qaysi yoqsa shuni kiyaman. Voy, kostyumni iti yo'q, xotining tanlab berdimi deyman. Xotin didi yo'q-ku, o'zim tanladim, yur. Qanaqa rangingiz kerak? Yashil. O'zim xohlaganimni olaman, chiqib ket. Mana shunisi yoqdi menga. Bu 42 kiyasiz. 42 kiyaman, bilaman o'zim. XL kiyasiz. Aralashurma, razmerimni o'zim bilaman. To'xta, shimni necha kiyaman? 36 kiyasiz. 36 bering. Anu naska ham bering. Qanaqa rangidan? Qora rang. Ana, o'zingiz tanladingiz. Oh, please, please, я плачу, если хочет